Voh, so'qonni Chilonzorga ko'chirib olib kelib qo'yishibdi-yu. Bahor kelishi bilan ko'k yeyishga talab kuchayadi. Shuning uchun ham odamlar so'qoqqa soatlab probkada turib ko'k somsa yeyish uchun borishadi. Vaqtni tejab, so'qoqqa bormasdan aynan xuddi shu somsani shaharni o'zida ham yeyish imkoniyatini ko'k somsadagi do'stlarimiz beryapti. Somsalar birga bir tandirda, o'tinda pishadi. Ustiga esa xolovchilar uchun prezident sariyolari, xolovchilar uchun pista yog'idan surib berishadi. Bundan chiqayotgan hidni men sizlarga qanaqa qilib tasvirlab bersam ekan? Ichidagi nachinkasini ham ko'pgina solishar ekan. Yeganda odam maza qilyapti. Xamirlari qisir-qisir. Birga qo'shib yeyish uchun chiroqchi salat, shakarroq, sous va qatiqlarini qo'shib olsangiz bo'ladi. Ko'k somsaning narxi 10 ming so'm. So'qoq patirni qarang, salatlar bilan jabr ketyapti-yu. Bu yerdan yana bitta yangilik. So'qoq somsani go'shtligini yo'lga qo'yishibdi. Go'sht ham oddiy go'sht emas, molni virusga qismi. Viruskadan somsa qilishganda men birinchi ko'rishim. Lekin zo'r bo'lar ekan. Go'sht shunaqa yumshoq pishgan. O'tirish uchun ham qulaygina joy qilib qo'yishibdi. Faqat go'shtli somsa yegani kelmoqchi bo'lsanglar, oldindan telefon qilib buyurtma qilib qo'yishinglar kerak. Ko'k somsa ertalab 10 dan kechki 8 gacha ishlayapti. Manzil Qozirobod masjididan 16-g'or bolnitsasiga ketaverishda o'ng qo'lda. Bu videoni so'qoqga chiqolmay yurgan, lekin ko'k somsani sog'ingan do'stingizga jo'natib qo'ying.